Bugun oyatda aytilganidek fa ayna tazhabun, qayerga qarab boryapsizlar deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Bu oyatni aytamiz. Biz qayerga qarab boryapmiz? Bugun milliy urf-odatlar, ota-bobolarimiz bellarida belbog'lari, zabardast, salohiyatli, bir so'zli yigitlar edilar. Bir so'zli. Bugun internet tarmoqlarida 4 ta masxaraboz erkak bo'lsa ham ayollarni kiyimini kiyib qaysidir holatlarda kulgili ishlar qilayotganligi. Va siz azizlar hammalaringiz buni qo'llab-quvvatlab o'sha ishni tomosha qilib turibsiz. Bizni farzandlarimiz shuni qo'llab-quvvatlab tomosha qilib turibdi. Belida belbog'i bor, boshida do'ppisi bor, bir so'zlilar bir chetda qolib ketib, men aytmayapman. Siz amr ma'ruf eshiting, ularni tinglang, unga like bosing, unga a'zo bo'ling demaymiz biz. Chunki biz bir narsani bilamiz, birodar. Men aniq bir narsani bilaman. Qur'on bizlarga o'rgatgan ta'lim bor. Va bu narsani butun hayotda sizlar shundan iqtibos olishliklaringizni xohlayman. Alloh Qur'onda aytayapti 14 asr oldin. Va ja'al haqq va zahaqal batil. Haq albatta keladi u. Botil albatta ketadi. Haq kelgandan keyin botilga joy yo'q. Haqiqat kelgandan keyin yolg'onga o'rin yo'q. Haqqoniylik kelganda masxaravozlikka joy yo'q. Din kelgandan keyin odobsizlik, tarbiyasizlikka hojat yo'q. Bu narsa aniq. Shuning uchun men aytmayman. Domlalarning amr ma'ruflariga a'zo bo'ling, unga like bosing, uni qo'llab-quvvatlamang demaymiz biz. Biz aytamiz, birodar, siz o'zingiz musulmon bo'lib turib, yengil-yelpi Allohning fazilatidan chetda va bugungi kunda bizni asliyatimiz, dinimiz, bizning milliychiligimizga to'g'ri kelmaydigan narsalardan yiroqda bo'ling deymiz. Va bizni tavsiyamiz ham mana shunday, birodar. Bugungi kunda Alloh taoloning fazli ila psixologiyada hatto shu masala bor. Buni farzand tarbiyasida, farzandning katta bo'lish jarayonida va insonlarning bugun o'g'il qiz masalasida olimlarimiz aytadilar. Hattoyinki o'g'il bolangizga bir marta bo'lsa ham ayollarning kiyimini kiygizmang. Uning shaxsiyatiga, uning ma'naviyatiga ta'sir qiladi. Nima deymiz? Bo'laveradi-ku bu yosh bola deymiz. Yo'q, birodar, bo'lmaydi bu. Qachon bo'ladi? Umuman imkoniyatingiz yo'q endi. Opasini narsasini kiygizish kerak. Opasini ko'ylagini bo'ladimi? Opasini ishtonini bo'ladimi? Kiygizish kerak. Agar mabodo yuzingiz yerga qarab qolib, umuman imkoniyat topilmaganida mayli mumkindir, endi bilmadim uni. Lekin bir lahza bo'lsa ham o'g'illaringizga qizlarning narsasini kiygizmang. Qizlaringizga ham xuddi shunday, o'g'illarning narsasini kiygizmang. Ularning Alloh taolo fazl qilib bergan erkaklik va ayollik taqsimoti bor, Allohning fazli bor. U mumkin emas. Ha nima bo'pti deydi. Ha nima bo'pti deganlar mana 30 ga, 25 ga, yo'q 40 ga, 50 ga kirib ham ayollarning kiyimini kiyadigan bo'ladi keyin. Yoshligida kiyib qo'yganda. Bugun shuni tomosha qilib turibmiz. Shuni tomosha qilib turibsiz. Shuni qo'llab-quvvatlab turibsiz. Alloh taoloning o'zi panoh bersin. Aslida bu uyat. Bizni diyordan, biz bugun birga bo'lgan diyordan, birga yurib turadigan, birga unib o'sayotgan bir shahardan bunday holatlarni chiqishlari uyat. Ularni to'g'ri yo'lga targ'ib qilmoqligimiz, Alloh taolodan fazl so'ramoqligimiz kerak bugun. Va bugungi kunda Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Boshqa diyorlarda, boshqa shaharlarda bir marosimlarga borganda ko'ramiz, hammaning boshida do'ppisi bor.
Bizdagi ta'limotchi do'ppini yoshi qari bo'lganda kiyiladi yoki bir marosim janozada kiyiladi degan ta'limot paydo bo'lib qoldi bugun. Aslida yo'q unday. Ulamolarimiz aytadilar, shuning uchun bu holatlar bugun bizni diyorlarda ko'p. Nimaga deyilsa, to'yiga do'ppisiz borsa borsin, lekin birodar hojatxonaga do'ppisiz kirib bo'lmaydi. Shu masala bor. Bu gapim ko'pchilikka bir qiziq hozir. Bugungi kunda mana shu narsalarga e'tiborsiz bo'lganimizdan bugun bizga tashqi muhitdan ta'sir ko'p. Tahorat qilayotganda, uyga kirayotganda, mashinaga o'tirganda, hattoki dinimiz hojatga kirganda ham bizga qaysi duoni o'qishlikni bizga o'qtirdi. Yana meni bir gapim, mashinaga o'tirganda yodlanadigan duoni o'rganmasin, lekin hojatxonaga kirganda va chiqqanda o'qiladigan duoni o'rgansin. Farzandlaringiz va o'zingiz o'rganing. Olimlarimiz bizga, ustozlarimiz mana shunday maslahatni berardilar. U joyda jinlar bor, noto'g'ri narsalar bor va mana shu holatdan bugungi kunda kasallanish, qaysidir yomon holatlar chiqib kelayotganligi va ko'payib borayotganligining guvohi bo'lyapmiz bugun. Bu nima deganda bu ilm, bu musulmonchilik bu. Bu eskichilik emas bu. Boshida do'ppi kiyish, har duolarni yodlash, tahorat bilan yurish bu eskilik emas. Bu dindorlik bu. Dindorlik deganda soqolni uzun qo'yib, uzun ko'ylaklar kiyish emas. Risoladagidek bugungi kunda kun odobi, kundalik qilinadigan amallar va zikrlarda bardavom bo'lishlik mana bu dindorlik, mana bu musulmonchilik. Mana bu har bir mu'minman deganni qiladigan ishi. Men musulmonman deganni oilasiga ta'siri mana shunday birodar. Shuning uchun mana shunday narsalarni avvalo o'zingiz o'rganing, o'rgating ham. Bundan oldingi 10 yilda biz mana shu gaplarni ayta olmasdik. Nega? Odamlar qator bo'lib kelardilar. Qayerdan o'rganaylik? O'rgatib bering, yozib bering. Bundan oldingi 15 yillik imomlik tajribamda bir duoni aytadigan bo'lsam, undan keyin bizni xonamizni oldida navbat paydo bo'lardi. Nega? O'sha duoni yozib bering menga, qog'ozda yozib bering. Bugun duoni yozish, duoni topish, o'qilishi, arabiysi, uning tarjimasi muammo bo'lmay qoldi bugun. Har birimizning qo'limizdagi telefonda bor. Uyga kirganda o'qiladigan duo, mashinaga o'tirganda o'qiladigan duo, safarga chiqqanda o'qiladigan. Bitta qidiruv tugmasini bossak bo'ldi. Arabiysi, o'zbekchasi, ruschasi hammasi bo'ladi. Qaysi tilda xohlasangiz o'sha tilda bor. Faqat himmat qilib yodlasangiz bo'ldi. Alloh taoloning o'zi fazilati bor. Andalus kutubxonasida 141 mingta kitob bo'lardi. Bir yilda xattotlar kelishib, xattotlar uyushmasi bir yilda 300 ta kitob ko'chira olardilar. Buyurtma bo'lardi. 300 ta kitob zo'rg'a Andalus kutubxonasidan kimdir buyurtma bersa, o'sha kitobni yozib, xattotlar bir yilda 300 ta kitob orttira olishardi, odamlarga berisha olardi. Bugunchi bugun bir soniyada 141 mingta kitob topa olamiz. O'qiydigan odam yo'qda. O'sha payt navbatda turib xattotlarga kitob orttirishib olingan. Lekin bugun kitoblar bor. O'qiydigan odamlar yo'q bugun. Kitoblarga Alloh imkoniyat berdi. Bugun bir sabr yo'q. Internet tarmoqlarida eng ko'p ko'rilgan videolar, eng ko'p ko'rilgan narsalar 1 daqiqalik, 30 soniyalik narsalar. 2 daqiqalikni ko'rmayapmiz, 5 daqiqalikni ko'rmayapmiz birodar. Sabr yo'q bugun. Lekin bu berilgan umr, o'sha umr
yil, o'sha quyosh, o'sha yer, o'sha oy birodar. Nima deymiz? Vaqt tez o'tib ketyapti. Bir telefonda o'tirsangiz soatlab o'tirasiz. Bugun bir narsa bilan chalg'isangiz soatlar chalg'iysiz. Yana bugun vaqt yo'qligi, vaqtning barakasiz bo'layotganligidan shikoyat qilasiz. Asli undan emas. O'sha narsalar bizni ovora qilib chalg'itadigan narsalar ko'p.